Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir bu yerda avtomat liniyaga, pol avtomat liniyalarda mana shunaqa avtomat reska bo'ladi. Shuna avtomat reskani o'rnatish jarayonidamiz mana. Qoliplarni qo'yib, manaqa lazer urinlarga olib, hozir bu yerda 220 motorliga qilyapmiz. Mana shunaqa rolik relslar bo'ladi. Bu liniyada boradi, u liniyadan qaytadi. Har bir liniyani manaqa aravachada almashtiriladi. Ikkala tarafda ham shunaqa aravachalar bo'ladi. U liniyani bu liniyaga olib o'tadi. Bu yerda Pony avtomat liniyani hozir maketini qilib quyilishlariga sharoit qilyapmiz. Manaqa Pony avtomat liniya deganlarga mana shunday 50 tonnalik, 100 tonnalik, 60 tonnalik aytilgandaqa sement bunkeri manaqa o'zini shinegi, manaqa lentalari bilan dozatorlik qilib beraveramiz. Umuman gazoblok liniyalarni aytilgan turdan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab o'rnatib ishga tushirib beramiz. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.